Barchaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz kriptovalyutalarni qanday qilib fundamental analiz qilish mumkinligini o'tamiz va ushbu dars orqali siz bemalol istalgan kriptovalyutani ko'rib siz analiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun bizga kerak bo'lgan saytlar asosan coingecko.com sayti kerak bo'ladi. Undan tashqari coinmarketcap.com sayti ham bor, lekin biz hozir ko'rib chiqadiganimiz aynan CoinGecko bo'ladi. Chunki ikkalasini parametrlari deyarli bir xil va CoinGecko ko'pchilik uchun qulay va ayniqsa endi boshlayotganlar uchun. Ko'rishimiz mumkin. Mana coingecko.com saytini sal kattalashtirib olamiz. Mana kattalashtirib oldik. Mana bu yerda agarda sizga qiyin bo'layotgan bo'lsa, inglizchada mana bu ruscha anaqasi bor, tili bor va shu bilan birgalikda mana bu yerda qaysi valyutada ko'rsating kriptovalyutalarning narxini degan joyi bor mana. Menda USD ya'ni ko'proq bizga dollarda bu narsani ko'rishimiz qulayroq bo'ladi. Endi bu sayt o'ziga ichiga nimalarni oladi? Birinchi mana moneta turibdi, ko'rib turganimizdek, monetada biz nima qilamiz? Monetaga kirganimizda bu yerda o'sha barcha kriptovalyutalarni statistikasini ko'rishimiz mumkin. Va buni hozir sizlar bilan qanday qilib o'qish mumkinligini o'rganamiz. Birinchisi bu Bitcoin turibdi. Bu yerda ya'ni kapitalizatsiya bo'yicha eng kattalari, obroti eng katta bo'lgan kriptovalyutalar va shu bilan birgalikda ko'rishimiz mumkin bu yerda top kriptovalyutalar bor va shundan keyin mana narxlar pastga qarab ketavergan va aynan o'sha kriptovalyutalarning kapitalizatsiyasiga qarab, oborotiga qarab bu yerda saralangan. Endi yuqoriga qarab chiqamiz. Shundan so'ng ko'rishimiz mumkin. Bu yerda birinchi bo'lib kelgan narsa bu tsena, ya'ni narxi. Ya'ni Bitcoinning hozirgi narxi $17,214 tashkil qiladi. 1 soat ichida bu narx 0% ga o'zgargan. 24 soat ichida 204% ga o'sgan. 7 kun ichida 104% ga o'sgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin 24 soat ichida Bitcoin kriptovalyutasi 22 milliard 954 million 286 ming 268 dollarni oborot qilgan, ya'ni shu sondagi kriptovalyutalar oldi-sotdi qilingan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin rыночный kapitalizatsiyasi, ya'ni Bitcoinning umumiy oboroti 330 milliard 945 million 891 ming 4 centni tashkil etadi. Ikkinchi bo'lib turadigan kriptovalyuta bu Ethereum hisoblanadi. Ethereum bu 2014-yil ishlab chiqarilgan va Bitcoindan keyin chiqarilgan va shundan so'ng mana Ethereum ko'rishimiz mumkin. Hozirgi narxi 1279, -0,2% ga tushgan, 1% ga o'sgan 24 soat ichida, 7 kun ichida 0,2% ga yana o'sib bergan. 24 soat ichida 6 milliard 321 million 381 ming 345 dollarlik kriptovalyuta oborot bo'lgan va рыночный kapitalizatsiyasi 154 milliard 226 ming 590 226 million 590 ming 532 dollarni tashkil etar ekan va shu bilan birgalikda keyingisi Tether. Tether bu stable coin. Stable coin mana bu USD coin ham stable coin deyiladi, ya'ni esida bo'lsa stable coin bu nima edi? Stable coin bu aynan kriptovalyutalarni o'sha oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, dollarni kriptovalyutadagi ko'rinishi. Ya'ni bu stable coinlar bizga aynan kriptovalyutalarni xarid qilishimizda kerak bo'lar edi. Va bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, mana bu Tether, USD coin, Binance USD bu hammasi mana $1 o'lchamlari, bu hammasi mana shunday tartibdagi stable coinlarga kiradi va BNB kriptovalyutasi bu Binance o'zining kriptovalyutasi va shunga asoslangan, ya'ni birjaning o'zining kriptovalyutasi ham bor. Endi umuman kriptovalyutalarni tushunmaydigan odam nima qilishi mumkin? Umuman kriptovalyutalarni tushunmayman, lekin ishlagim kelyapti, nimagadir investitsiya qilib qo'ygim kelyapti degan odam nima qilishi mumkin? Misol uchun oladi Bitcoinni, Ethereumni, XRPni, Cardano'ni, Polygon'ni, ya'ni top 10 talikdagi mana shu kriptovalyutalarni xarid qilsa, umuman tushunmaydigan odam ham investitsiya qilishi mumkin. Chunki bu top 10 talik kriptovalyutalarning kapitalizatsiyasi juda ham katta hisoblanadi va Bitcoin aynan ko'tarilgan vaqtda ularning ham narxi oshish ehtimoli juda ham yuqori. Mana bu yerda ko'rib turibmizki, qarang, mana Bitcoin narxi ko'tarilgan, Ethereum ham narxi xuddi shuni orqasidan ko'tarilgan. Va qolganini ham ko'rishimiz mumkin. Ripple ham xuddi shunday tartibda ko'tarilgan. Mana Bitcoin orqasidan qolgan hamma kriptovalyutalar ham ko'tarilgan ko'rishimiz mumkin. Mana Polygon ham xuddi shunday tartibda, mana Cardano ham ko'tarilgan. Ya'ni
Bitcoin orqasidan o'tgan darslarda aytgan edim, juda ham ko'p kriptovalyutalar yuradi deb. Va ayniqsa mana shu top 10 talik. Undan tashqari bu yerga Dogecoin kirmaydi, chunki Dogecoin bu mem coin hisoblanadi va u faqatgina o'sha asosan Elon Musk tasdiri asosida ko'tariladigan va tushadigan kriptovalyutalardan sanaladi. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, deyarli hamma kriptovalyutalar bir xil harakatga ega, ya'ni hammasi mana bu top kriptovalyutalarning hammasi aynan Bitcoin orqasidan yuradi. Va shunga asoslangan holatda biz ham shu narsani xulosa qilishimiz mumkin. Endi mana bu yerda portfel tugmasi ham bor. Portfel tugmasiga nima qilsangiz bo'ladi? Bu yerdan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, siz o'zingizga demo hisob raqamini ochib, o'zingizga kriptovalyutalarni to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni u shunchaki sizni demo hisob raqamingiz bo'ladi. Qandaydir kriptovalyutani xarid qilib qo'ysangiz bu yerga, bemalol mana shu yerda demo hisob raqamida ishlashingiz mumkin bo'ladi va shundan so'ng bizda yana bitta ochiladigan narsa mana bu sistema ochiladi. Hozir bitta orqaga qaytaramiz. Mana portfeldan chiqdik biz. Keyingisi новые monetaga kiramiz. Новые monetada endi chiqqan kriptovalyutalarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana bu GMX kriptovalyutasi 10 daqiqa oldin chiqqan ekan va 24 soat ichida, ya'ni hozir 10 daqiqa bo'lishiga qaramasdan chiqqaniga 190.637 dollar оборот qilgan. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin mana hammasini va shu bilan birgalikda mana bu yerda tsepочка degani bu qaysi blokcheyn orqali ishlab chiqarilgan umuman kriptovalyuta. Mana shu narsani guvohi bo'lishimiz mumkin. Mana bu yerda mana bu Ethereum belgisi, Ethereum blokcheyni chiqqan ekan. Mana bu BNB blokcheyni belgisi. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham mana Arbitrum degan blokcheyn ekan. Mana bu yerda Matic blokcheyni, Avax blokcheyni, mana bu hammasi token sanalar ekan. Chunki agarda bu coin sanalganda bularni o'zlarini blokcheyni bo'lardi. Esingizda bo'lsa, coin nima edi? Coin bu o'z blokcheyniga ega kriptovalyuta edi. Token bu boshqa blokcheyni ijaraga olib ishlab turadigan kriptovalyuta sanalardi. Endi mana bu bo'limda nimani ko'rishimiz mumkin? Bu bo'limda biz mana aytilyaptiki, valyuты, которые выросли и упали в цене, ya'ni bir sutka ichida qanchalik kriptovalyutalar o'sib ketgan, eng yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatganlari va eng pastki ko'rsatkichlarni ko'rsatgan, ya'ni qanchalik qulab ketgan. Mana bu yerda Cortex kriptovalyutasi misol uchun 139.4% o'sib bergan ekan 24 soat ichida. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, mana 109%, 69%, 40%, 35%, mana juda ham ko'p kriptovalyutalar mana shunday sistema orqali o'sib bergan. Endi mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, misol uchun eng pastga tushganlar mana bu yerda Zigzag kriptovalyutasi 40% ga tushib ketgan ekan. Toko kriptosi 19% ga tushib ketgan ekan mana. Bu juda ham katta ko'rsatkich sanaladi. Scape kriptovalyutasi 19% ga, mana xullas bir sutka ichida qanchalik kriptovalyutalarning tushganini mana shu bo'lim orqali ko'rishingiz mumkin va shunga qarab xulosa qilaverasiz. Aynan qanday kriptovalyutalarni hozirgi vaqtda olganimiz ma'qul. Demak, agarda kriptovalyutalar juda ham hozirgi vaqtda tushib ketgan bo'lsa, bu nimadan dalolat berishi mumkin? Keskin o'sib ham ketishi mumkin. Bu tushgandan keyin, chunki bozorda har doim misol uchun futuresda ishlaydigan odamlar ko'pincha narxni tushishiga pul tikib qo'yishadi. Narxni tushishiga pul tikkandan keyin bozor har doim ham, agar narxni tushishiga pul tikadiganlar soni ko'payib ketsa, bozorda likvidlik yo'qoladi. Ya'ni oluvchilar va sotuvchilar orasidagi muvozanat yo'qoladi. Shuning uchun market makerlar bu narsaga e'tibor bergan holatda bu narsani oldin olish uchun keyin albatta ko'tarishi ham mumkin. Shuning uchun albatta bu narsani yaxshilab o'rganish kerak. Keyingina xulosa qilganingiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi keyingisi kategoriya deb qo'yilgan. Kategoriya tugmasiga kiramiz. Kategoriyada bu nima degani? Kategoriya bu aynan qaysi blokcheyn orqali ishlab chiqarilgan kriptovalyutalar. Misol uchun Ethereum ekosistema degan, ya'ni Ethereum blokcheyni orqali ishlab chiqarilgan kriptovalyutalarni ko'rishimiz mumkin, yoki smart contract platforma orqali ishlab chiqarilgan kriptovalyutalar, BNB blokcheyni orqali ishlab chiqarilgan platformalar, Polygon blokcheyni orqali ishlab chiqarilgan kriptovalyutalar, mana hammasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ana shu blokcheyn orqali ishlab chiqarilgan kriptovalyutalarni. Endi agarda misol uchun mana Ethereum ekosistemasida ishlab chiqarilgan kriptovalyutalarga
nima ta'sir qiladi o'zi? Misol uchun, agarda Ethereum asosiy kriptovalyuta sanaladi va agarda Ethereumning narxi keskin tarzda tushib ketsa, uning ortidagi mana bu chiqqan tokenlarning ham narxi juda ham keskin tushib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Chunki aynan mana shu blokcheynning o'zi ishlashi samaradorsiz bo'lsa, aynan mana shu kriptovalyutalar ham, ya'ni u orqali chiqqan kriptovalyutalar ham narxi tushib ketishi mumkin. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, ya'ni Ethereumning ortida qancha kriptovalyuta turibdi, ya'ni blokcheyn orqasida hozir 4329 ta kriptovalyuta turgan ekan. Bu yerda hozirgi 7 kunlik ko'rsatkichni ko'rsatib turibdi. Mana yana ko'rishimiz mumkin, bu yerda smart kontrakt platformani 140 ta, BNB blokcheyn orqali 3613 ta kriptovalyuta ishlab chiqilgan. Mana hammasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan aynan qaysi blokcheynlar orqali ishlab chiqarilgani, bularni son sanog'i juda ham ko'p. Endi agarda siz kriptovalyutalarni tanlayotganingizda aynan bitta yo'nalishdagi kriptovalyutalarni tanlasangiz, ya'ni bitta blokcheynni topib, mana shu blokcheyn ichidagi tokenlarni qidirsangiz sizga osonroq bo'ladi, chunki siz aynan Ethereumni o'rganasiz va shundan so'ng uning ortidagi kriptovalyutalarni o'rganib, keyin yana so'ngra analiz qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, DAO Maker ekosistem deb qo'ygan. Bu DAO nima edi o'zi? DAO degani bu, esingizda bo'lsa, firmani o'sha blokcheyn orqali ochilgan ko'rinishi edi. Mana shu DAO tashkilotlar tomonidan qilingan loyihalar bu yerda ko'rsatilgan. Bularni ham siz bemalol ko'rsangiz bo'ladi bu yerda. Keyingisi Metaverse. Metaverse bo'limida nimadan iborat? Metaverse bu o'zi virtual dunyo deyiladi. Agarda vaqtingiz bo'lsa, albatta Metaverse haqida ma'lumot ham oling. Metaverse haqida qisqacha o'zim ma'lumot berib ketadigan bo'lsam, Metaverse'da biz o'sha virtual olam bilan ishlaymiz. Ya'ni u yerda har qanday bo'lgan holatni o'sha kriptovalyutalarda oldi-sotdini bajaramiz. Ya'ni virtual olamda bizga nima kerak bo'ladi? O'sha virtual dunyoda ishlaydigan kriptovalyuta. Mana ko'rishimiz mumkin, Internet Computer, Sandbox, Axie Infinity, Decentraland, Engine Coin, ya'ni asosan o'sha Metaverse'da qo'llaniladigan kriptovalyutalarni bu yerda ko'rishimiz mumkin va hammasini shunga qarab xulosa qilamiz. Keyingisi gaming deb qo'ygan. Bu gaming, GameFi, ya'ni yozuvi bor. Bu nima degani? Ya'ni aynan o'yinlarda ishlatiladigan kriptovalyutalar mana. Bu yerda ham o'yinlar bor, chunki Metaverse bilan deyarli bir xil ikkalasi. Chunki Metaverse ham aynan o'yinlarga asoslangan, ya'ni o'yinlarda ishlatiladigan kriptovalyutalar ham o'sib qolishi mumkin. Misol uchun mana Step'ni ko'plar biladi, Axie Infinity bu qushlar orqali pul topishida urishtirib ularni, The Sandbox, ApeCoin, mana juda ham ko'p o'yinlarga asoslangan kriptovalyutalar bor. Va agarda o'yin rivojlanish bosqichida bo'lsa, umuman olganda siz ham ko'rishingiz mumkin va siz ham guvoh bo'lishingiz mumkin qanday rivojlanish tartibiga ko'ra. Endi umuman kriptovalyutalarni biz qanday qilib birga bir analiz qilamiz. Misol uchun men sizlarga ko'rsatib beraman buni bir nechta misollarda. Endi o'rtoqlar, biz istalgan kriptovalyutamizni qanday qilib analiz qilish mumkinligini ko'rsataman va qanday qilib umuman olganda ularni o'sha o'qish kerak va aynan bu yerda bizga texnologik so'zlar kerak bo'ladi. Mana misol uchun GMT yozamiz, mana Step'n GMT chiqdi. Mana bitta ustiga bosamiz, mana loyiha bizda ochildi. Loyiha ochilgandan keyin undagi ma'lumotlarni o'qishimiz kerak, ya'ni rыночный kapitalizatsiyasi 245 million dollarni tashkil etar ekan. O'rtacha 24 soat ichida 45 million dollarlik оборот bo'lgan ekan, ya'ni oldi-sotdi qilingan. Umumiy kapitalizatsiya, ya'ni hozirgi kapitalizatsiya 2 milliard 454 million 281 ming 849 dollarni tashkil etar ekan. Bu nima degani? Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda вобращение 600 millionta, ya'ni GMT kriptovalyutasini 600 milliontasi hozircha chiqqan. Va undan tashqari umumiy holda mana bu yerda общее предложение deb qo'ygan 6 milliarddan umumiy chiqargan, hozirda undan biri chiqqan ekan. Va agarda mana bu полностью разбавленный kapitalizatsiya bu nima degani? Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu 6 milliardta kriptovalyutani mana bu narxga ko'paytirib yuborsak, ya'ni hozirgi narx 40 sent, mana shu narxga ko'paytirib yuborsak, aynan bizda mana shu narx paydo bo'ladi, ya'ni 2 milliard 454 million 281 ming 849 dollardan tashkil etadi. Maksimalni ham yo'q, ya'ni umumiy chiqadigan ham yo'q, bu 6 milliardda chiqar ekan. Yana bo'lishi mumkin bu yerda
cheksizlik belgisi ham bo'lishi mumkin. Cheksizlik belgisida qanaqa bo'ladi? Cheksizlik belgisida siz hali buni son sanog'i yo'q, bu kelajakda ham to'xtovsiz chiqadigan kriptovalyuta degan ma'noni bildiradi. Endi ba'zi kriptovalyutalar agar cheksiz chiqsa, misol uchun Ethereum ham xuddi shunday tartibda cheksiz chiqadigan bo'lsa, buni o'sishi qiyin bo'ladi Ethereumdan tashqari. Va ko'p odamlar o'sha boshida o'sganda foydalanishadi, lekin keyinchalik narxi tushib ketishi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu yerda kontrakt, ya'ni qaysi blokcheyn orqali qilingan, bu yerda Solana'ning belgisi turibdi, ya'ni Solana blokcheyni orqali ishlab chiqilgan ekan. Keyingi tekshiradigan narsamiz bu stepn.com sayti. Mana stepn.com ga kiramiz. O'zi umuman olganda loyiha nima haqida ekan. Endi agarda sizda misol uchun mana bu yerda turibdi qanaqadir приложение, ya'ni skachat qilib olishingiz mumkin bo'lgan narsa ekan. Undan tashqari agarda siz ingliz tiliga qiynalsangiz, siz nima qilishingiz mumkin? Siz shunchaki bu narsani o'girib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ko'pladi переводчик bo'ladi. Agarda siz Google Chrome'dan kirsangiz, bu yerda ham переводчик ko'rishingiz mumkin. Va aynan mana shu tartibda sizni rus tiliga o'girib berishi mumkin. Va aynan o'sha kriptovalyutalarni tekshirayotgan, aynan mana shu rus tiliga asoslanib tekshirganingiz yaxshi, chunki ingliz tilidan grammatikasi deyarli bir xil. Xullas, bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana qanday tartibdagi videolar chiqarilgan, bu loyiha haqida qanaqa ma'lumotlar olishimiz mumkin. Biz albatta saytga kirib tekshirib chiqishimiz kerak. Umuman olganda bu loyiha nimaga asoslangan? Bu komandasi ekan. Mana ko'plar aytishadi, kriptovalyutaning tagida nima turganini bilmaymiz. Yo'q, o'rtoqlar, ko'rsa bo'ladi. Mana men misol uchun o'shaning komandasini ko'rib turman. Keyin bu odamlarni har bittasiga kirib, o'sha aynan nima ish qilishadi, nima bajarishadi, nimalar bilan shug'ullanishadi, bu kompaniyada, ya'ni bu loyihada qanaqa o'ringa ega, hammasini mana shu orqali biz ko'rsak bo'ladi. Endi yana ham pastroq tushadigan bo'lsak, bizni ko'rishimiz mumkin bu yerda sжигание vaqtini, ya'ni burn deb qo'yilgan, mana 3,103,737 ta sжигание bo'layotgan ekan. Keyingisi u yerda weekly. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin realize 8,597,667 ta kriptovalyutalar hozir muomalada, qolgani mana bu yerda sжигание bo'lgan ekan. Sжигание bo'lsa nima qiladi? Kriptovalyutaning narxi oshardi. Endi yana ham pastroq tushsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, aynan qanday loyihalar asosida ular hamkorlikka chorlashgan, ya'ni Bloomberg, Yahoo News, Yahoo Finance, ya'ni bu hammasi ularning hamkorlari. Benzinga, Nasdaq mana birja, Forbes bu jurnal, Binance bu birja, mana Investing.com bu katta analiz uchun platforma, Huobi Research mana bu birja. Undan tashqari bu ham o'sha tashkilot kriptovalyutalarga asoslangan. Yahoo News, Yahoo Finance mana qanaqa katta tashkilotlar bilan bu hamkorlik qilar ekan degan ma'noni bildiradi. Va shundan so'ng biza ko'rishimiz mumkin. Demak, agar taniqlilari bo'lsa, demak bu yaxshi kriptovalyutaligini bildiradi. Endi bizani o'sha yana komandamizni tanishtirib o'tishyapti. Aynan mana shu kimlar, ya'ni founder, bu asoschilari, Web3 investorlar mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni distributsiyasi, ya'ni qanday qilib rivojlangan holatda, mana move to earn degani bu nima degani o'zi? Harakat qilib pul topish degani, play to earn degani bu o'ynab pul topish degan ma'noni bildiradi. Mana bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Aynan team, ya'ni komandasi nimani tashkil qiladi? Binance Launchpad'da 7% mana egallab, ya'ni rivojlanish bosqichlari ekan bu narsa. Mana hozirda ko'rishimiz mumkin. Endi yana nimalarni ko'rsak bo'ladi? Bu yerda yana o'sha Solana Capital o'zi bu loyihaga Solana blockchain investitsiya qilgan, ya'ni Solana'ni venture fondi. Venture fond nima edi? Bu aynan o'sha kriptovalyutalarni investitsiya qilayotganda o'sha investorlar sanalardi. Ya'ni siz kriptovalyuta ishlab chiqarmoqchisiz yoki qanaqadir biznes g'oyangiz bor va shunga asoslangan holatda venture fond sizga investitsiya qilardi. Ya'ni qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, esingizda bo'lsa o'tib ketuvdik bu birinchi, ikkinchi darslarda terminlar bo'yicha, ya'ni venture fond o'sha qandaydir biznes g'oyaga investitsiya qiladigan fond. Endi bu yerda roadmap degan joyi bor. Roadmapni ham albatta boshqalarni tekshirganda ham ko'rishingiz mumkin. Roadmap bu nima degani? Roadmap degani bu дорожный kartasi, ya'ni yo'l xaritasi. Ular o'zi nima ishlarni bajaradi? Mana shu loyihalar bo'yicha aynan qanaqa sistemalar yoritilgan. Keyingisi mana birinchisi turibdi, dekabr oyida ochilgan ekan, o'tgan yilda beta versiyasi chiqqan ekan. Mana bu yerda
in-app trade function, ya'ni приложениесini ustida ishlangan ekan. Keyingisi game sistemaga ulangan ekan. IDO World Upgrade deb qo'ygan, ya'ni kashloklarga ulangan ekan. Esingizda bo'lsa, biz 3-darsda o'tdikki, o'sha birjalar bo'yicha kashloklarning turlarini, mana shu kashloklarga ulangan va undan tashqari IDO degani, esingizda bo'lsa, bu kriptovalyutalarni optim narxda sotib olish. Mana shu sistema bo'yicha ishlab chiqilgan. Keyingisi yana bitta kashlok ulangan, bu yerda обновление bo'lgan. Va undan tashqari bu yerda ko'rishimiz mumkin, yana kashloklar обновление bo'lgani. Keyingisi mana desentralizovanный birjalarda chiqqan ekan va undan tashqari mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana NFT marketplace'da, ya'ni launchpad bo'lgan ekan, ya'ni optim bozorga chiqqan ekan. Bu ko'rasizlar, mana hamma terminlar bu yerda ishlatilyapti mana. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana bu o'chirib tashalgani reja o'zgargan, VIP sistemaga ulangan ekan. Keyingisi GMT earning deyapti, Rainbow Sneaker deyapti. Ya'ni yangi kriptovalyuta loyihada o'sha yangi loyiha qo'shilibdi. Ya'ni qanaqadir yangilik qo'shishgan bu yerda. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, umuman olib qaraganda mana shu roadmapda mana shu loyihani rivojlanish bosqichlarini, ya'ni ular nima ishlarni bajarishadi. Agarda qanaqadir kriptovalyutani ko'rganingizda, misol uchun bizning kriptovalyutani olgan, qanaqadir narsa yutib olishi mumkin bu kriptovalyuta orqali desa, bu ko'proq shitcoinga asoslangan bo'ladi. Ya'ni moshennik kriptovalyutalar, ularning narxi keskin tushib ketishi mumkin va ularni ham ko'rishimiz kerak. Endi mana shu tartibda 2023-yilgacha bu sistema ishlar ekan. Va biz hozir aynan GMT ni aynan qanday loyihaga asoslanganini ko'rib chiqdik. Ya'ni bu yugurib pul topish ekan. Va undan tashqari bu yerda bizga kerak bo'ladigan narsa mana bu yerda white paper. Bu nima degani? Bu belaya bumaga deyishadi. Bu aynan o'sha kriptovalyuta haqida polniy beradigan informatsiya, ya'ni qanaqa ma'lumotlar bor ichida, nimadan kelib chiqqan, hammasi mana bu yerda keltirilgan. Misol uchun o'sha stepni qanaqa qilib paydo bo'lgani keltirilgan ekan. Mana 500 ta proyektdan Solana hackathonida, ya'ni Solana blokcheynda qilingan hackathon, bu konkurs deyiladi, o'sha IT konkurs, o'shanda yutib chiqqan ekan, 4-o'rinni olgan ekan va shundan so'ng bu sistema yo'lga qo'yilgan, ya'ni bu loyiha yo'lga qo'yilgan ekan. Va mana shu white paper ham albatta o'qib chiqinglar, o'zi nimaga asoslangan va umuman olib qaraganda o'zingizlar nimadir analiz qilsanglar ham, menga tashlasanglar, mendan ko'rib berib, mendan filtrdan o'tkazib beraman aynan mana shu kriptovalyutalarni. Endi yana bitta orqaga qaytamiz. Bu yerda mana bu yerda white paperga yana to'g'ridan to'g'ri kirishimiz mumkin, hozir ko'rganimizga. Ya'ni mana bu white paperga to'g'ridan to'g'ri kirsak bo'ladi bu yerda. Aynan coingecko.com orqali. Keyingisi обозреватели Solana scan deb qo'ygan. Bu nima degani? Bu degani aynan mana shu Solana blokcheyn orqali GMT ni oldi sotdisi, ya'ni blokcheynni tekshiramiz bu yerda. Qanaqa qilib tekshiramiz? Ichiga kiramiz birinchi. Ichiga kirganimizdan keyin mana blokcheyn ichiga kiramiz va mana shu kriptovalyutaga o'zi bozorda talab bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Hozirgi holati qanaqa o'zi? Pul o'tkazmalari qancha vaqtda bo'lyapti? Mana shu hamma ma'lumotni biz blokcheyn orqali olsak bo'ladi. Ya'ni qanday qilib o'zi bu loyihaga kirish kerak, bu loyihadan qanday qilib odamlar foydalanyapti, pul o'tkazmalari bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Hammasini biz mana shu joyda ko'rsak bo'ladi. Mana o'rtoqlar, blokcheynni ham biz ochib oldik. Blokcheynni mana ko'rishimiz mumkin. Mana tranzaksiyalar, transferlar, holderlar, ya'ni saqlaydiganlar, analizlar, marketlar, juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Bizga asosiy keraklari nima? Ya'ni o'sha transferlar, ya'ni pul o'tkazmalari o'zi kimdan kimga, mana from, ya'ni bu kashlokdan bu kashlokka 87 ta GMT o'tibdi 1 minut oldin. Mana tranzaksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Agarda mana shu tranzaksiyalar 1 minut, o'rtacha yarim soat, 1 soat bo'lsa, bu normal degani. Ya'ni bu kriptovalyutadan hali odamlar foydalanishyapti. Ya'ni bu kriptovalyuta hali kimlargadir kerak. Mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi. Ana qanday tartibda pul o'tkazmalari bo'layotganini. Mana hammasi keltirilgan. Demak, 1 minut, 2 minut oldin juda ham ko'p pul o'tkazmalari bo'lgan. Bu albatta yaxshi degani. Keyingisi bu ham xuddi shu sistema, ya'ni kimdan kimga o'tgani. Holderlar bu nima degani? Mana shu kriptovalyutalarni saqlaydigan odamlar mana.
owner deyapti, ya'ni saqlaydigan odam o'zi. Mana kimlar qancha kriptovalyuta saqlaydi, mana bitta odamda misol uchun 2 milliardlik 2 milliard dollarga teng kriptovalyuta bor ekan. Bu adashmasam mana Stephen Quyki deb qo'ygan. Bu aynan o'sha Stephen asoschilarida hozircha mana shunday ko'rinishdagi kriptovalyuta bor. Undan tashqari mana bu yerda ketgan o'sha kashlyoklar mana ko'rishimiz mumkin. Kim qancha kriptovalyutani saqlaydi. Mana hozirgacha saqlab kelishyapti. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Agarda 100 ming, 300 mingdan kattaroq bo'lsa, bu o'zi normalniy degani. Lekin umumiy olib qaraganimizda o'zi hozirda GMT deyarli o'lib bo'ldi. Sababi juda ham narxi tushib ketdi bu narsani va loyihalar ko'pincha qachon gullaydi? Qachon endi chiqqanda 1 oy, 2 oy mobaynida juda ham yaxshi gullab beradi. Ya'ni tokenlar ham, ya'ni GMT ham juda ham yaxshi ishlab bergan o'z vaqtida, lekin hozirda narxi tushib ketgan. Endi agarda mana shu roadmap bo'yicha ketadigan bo'lishsa, ular roadmap bo'yicha ketsa, kelajagi yaxshi bo'lishi mumkin. Faqatgina qanday sistemaga qarab ketishiga bog'liq. Ya'ni buning uchun biz albatta bozordagi texnik analizni ham o'tkazishimiz kerak. Agarda misol uchun siz ko'rdingiz, fundamental ma'lumotlarga ko'ra juda ham zo'r narsalarni ko'rsatyapti, lekin texnistika bo'yicha tushyapti. Bu degani o'zi olishga не стоит, ya'ni olishga arzigan kriptovalyuta emas. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Endi umuman olib qaraganda kriptovalyutalarda o'zi hozirgi vaqtda nima olib qo'yganingiz yaxshi, xavfsizroq kriptovalyutani qanday qilib olganimiz yaxshi. Yani shunday rыночный kapitalizatsiyasini olamiz. Bu yerda bosamiz. Endi agarda siz umuman bu sohaga endi kirgan bo'lsangiz, qanaqa qilib kriptovalyutalarni to'g'ri analiz qilsa bo'ladi? Shunchaki kriptovalyuta tugmasini bosamizda, mana bu yerda CoinGecko'da. Keyin рыночный kapitalizatsiya tugmasini bosib olsak, bu yerda o'sha rыночный kapitalizatsiyalarni ochadi. Va yuqorida ham aytib o'tgan edim, mana shu yerdagi misol uchun $100 pulingiz bor, $100 ga nimalar olishingiz mumkin? Olib qo'ysangiz bo'ladi. Asosiy pulga misol uchun Ethereum, Bitcoin, Ripple, yaxshi loyihalar, Cardano, ya'ni top 10 taning ichidagi kriptovalyutalarni olsangiz, bu sizga yaxshi effekt bo'lishi mumkin kelajakda va ularni umuman olganda yo'qolib ketish ehtimolligi juda ham past bo'ladi. Va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana top 15 talik ham yomon natijani ko'rsatmayapti mana. Bu yerda juda ham yaxshi loyihalar mavjud va mana shu loyihalarni yaxshilab tekshirish kerak. Va o'zingiz ham istalgan loyihani tekshirib ko'ring bu yerda va shunga asoslangan holda menga yuborsangiz, men ham tekshirib berishga harakat qilaman. Endi yana bitta narsa bu yerda ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana Ethereum ichiga kiramiz. Ethereum ichiga kirganimizda keyin pastroqqa tushsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni deyarli mana bu punktda biz tepadagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Mana tepadagi bilan deyarli bir xil ma'lumotlar keltirilgan va sal pastroqni qaraydigan bo'lsak, mana Ethereum rinki degan joy bor. Ya'ni Ethereum asosan qaysi birjalarda ishlatiladi. Bu yerda mana asosiy birjalarni ko'rsatib qo'yibdi. Ya'ni umuman olib qaraganda o'sha qaysi birjalardan biz Ethereum oldi-sotdi qilishimiz mumkin va har bitta blokcheynni, har bitta kriptovalyutaning tagida mana shunday tartibdagi birjalar ko'rsatilgan. Ya'ni ushbu kriptovalyutani qanday tartibda qaysi birjalardan sotib olsak bo'ladi. Mana shu joylarni biz bilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni biron bir kriptovalyutani tekshirganimizdan keyin sizlarga savol tug'ilishi mumkin, uni qayerdan sotib olsak bo'ladi degan. Shunchaki o'sha kriptovalyutaga tagiga kirib, pastroqga tushadigan bo'lsak, mana shu yerda ko'rsatilgan. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin o'sha 1 yillik ko'rsatkichlarni, 30 kunlik ko'rsatkichlarni, 14 kunlik ko'rsatkichlarni mana yana ko'rsak bo'ladi. Bu yerda yana объем торгов, absolutniy maksimum degani bu eng yuqori cho'qqisi $4800 gacha chiqqan ekan. Eng minimumi mana bu yerda ko'rsatilgan ekan, 43 sentdan boshlangan ekan. Bu endi 2015-yil 20-oktyabrda 7 yil oldin mana shu ko'rsatkichda bo'lgan ekan. Bu degani mana o'sish ko'rsatkichlarini umumiy olib qaraganimizda aynan mana shu tartibda bu o'sib ketgan. Mana juda ham yaxshi o'sish ko'rsatkichi. Endi bizga yana kerak bo'ladigan narsalar Telegram botlar ham bor. Ya'ni Telegram botlar orqali biz nima qilsak bo'ladi? Mana will alert deb yozsanglar, mana bunaqa kitni rasm bor. Bot chiqadi. Bu yerga bitta kirsanglar, aynan kitlarning harakatini ko'rsanglar bo'ladi. Aynan kitlar o'sha qanaqa qilib harakat qilyapti, hozirgi holatlari mana oxirga tushib ko'rsak mana. Ya'ni BNB deyapti, mana transferred неизвестный
kashlyokdan BNB 296 millionlik BNB tranzaksiya bo'lgan ekan. Ham detallarga kirsanglar yana ko'rsanglar bo'ladi, yana ma'lumotlar chiqishi mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin 37 million 700 mingta XRP, ya'ni 14 million dollarga teng XRP Bitsodan неизвестный kashlokka, ya'ni kashlokka перевод bo'lgan. Bu degani o'sha birjada agarda ko'rsanglar bo'ladi, birjadan agar kriptovalyuta chiqib ketsa, bu degani o'sha birjada narx ko'tarilish ehtimoli yuqori. Agarda birjaga kriptovalyuta kirib kelsa, bu degani o'sha kriptovalyuta narxi tushadi birjada, chunki uni soni ko'payib ketadi. Shuning uchun taklif oshib ketadi degan ma'noni bildiradi. Va undan tashqari bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, Binance Uzbekistan degan mana bunday ko'rishdagi guruh ham bor. Bu Binance rasmiy O'zbekistondagi guruh sanaladi. Agarda sizda qandaydir topishlar bo'yicha to'sqinliklar bo'lsa yoki muammo bo'lsa, menga yozib yuborsanglar, lichkamga men sizlarga yordam beraman yoki linkini tashlab yuboraman. Qanday qilib ushbu bot yoki guruhlarga ulanish mumkinligini. Va undan tashqari yana bitta narsa bor, airdrops deb yozsanglar, mana airdrops Ioni ham Telegram kanali bor. Bu nima degani? Bu kriptovalyutalarni qanday qilib tekinga olish mumkin? Mana shular haqida ma'lumotlar berilgan. Bu yerda siz ma'lum bir shartlarni bajarganingiz uchun sizga kriptovalyuta berishi mumkin. Bu yerda hali kriptovalyuta katta bozorga chiqmasdan siz qatnashib, ularning shartlarini bajarib, agar to'g'ri bajarsangiz, aynan kriptovalyuta chiqish jarayonida siz mana shu kriptovalyutalardan qisman olsangiz bo'ladi va katta bozorga chiqqandan keyin sotib olishingiz mumkin. Bu bo'yicha ham bemalol mendan maslahat so'rasanglar bo'ladi. Bu yerda faqatgina o'sha ozgina переводчикlarni ishlatish kerak. Ingliz tilini ozgina bilsak o'zimizga yaxshi, lekin rus tiliga ham bemalol перевод qilsangiz bo'ladi. Rus tilini bilmasangiz, o'zbek tiliga ham переводчикlar orqali перевод qilsangiz bo'ladi. Buning hech qiyin joyi yo'q. Do'stlar, mana shunday tartibda biz kriptovalyutalarni fundamental analiz qilamiz va qandaydir savollar bo'lsa, qayerdadir tushunmagan bo'lsangiz, albatta o'zimizga murojaat qiling, biz sizga yordam beramiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.